do и posle'ni ko'ramiz endi. Metan o'zi tanlaydigan qilib qo'ygan. Be quick, bro. Okay, bro. Balance still Approve. protest. Bo'ldi. Thank you. Biz esa ketdik, oynani aniq yopish kerak. Biz ichkarida dush qilgimiz yo'q. O'sha fresh qilaman. Neytralga qo'ydik, ketdik biz. Nima deb o'ylaysizlar? Yaxshigina yuvarmikan? Saydal, siz nima deb o'ylaysiz? Nyu-Yorkda oldin shunaqa kirasdi, yaxshi yuvardi. O'zbekistonda ham bitta joy bor. Lekin bu narsa qiradi-da mashinani. Shunisini ham bilaman. Qiradi? Qiradi. Biz sal qimmatrog'ini olganmiz ham. Eng fulli bori bo'ladi. Qani foydasi bo'ladi. Amerikanlar hammasi shuni yaxshi ko'radi. Rezultati bu, короче, u anaqa krilo birikdan sirpadi. Unda ishlamadi ekan. Просто atib qo'yish qoldi. Men buni вообще orqasi qolgan. Bular qotib qolganda o'shaning uchun men uchun yaxshi yuvmagan. Biz anchadan beri yuvmaganmiz, dog'lari bor edi, o'shaning uchun bu yerda nima deganida get one free if you're gonna buy one. 4 3 9 9 1. Ana bitta kod yoziladi. Mana bitta. Ketdik. You are now ready to enter the car. Thank you so much, opashka. Thank you. Ikkinchi marta yuvishga kiryapmiz. Mas ko'ramiz. Bizda extreme wash eng zo'ri. Ana ko'rsanglar biladi. Ammo ortimizdagi mashina o'sha ko'pgina ishlaydi. White wash. Bizda extreme. Ikkinchi marta ketdik. Day. Надеюсь, yaxshi bo'ladi. Mana bu vaqtda shuni jinnasi. Mana bu ish qiladi saylar. Mana issiq suv ketdimi deydi. Ayo bu keramika qarang o'zi. Qurityapti bu. Wow. Bitta o'zi quritadi aslida. Ana quryapti. Shunaqa gaplar hozir ko'ramiz endi qanaqa yuvilgan. Ikkinchi marta o'sha chetlari yaxshi. Tak. Orqasi ketmabdi baribir ham. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Chetlari o'sha yaxshi. Parsa bor edi, mana bu. Mana